Assalomu alaykum hammaga, hurmatli aka-ukalar, tuzumsizlar, charchamayapsizlar. Men вообще официальный ответ qilmagandim. Bugun официальный ответ qilishga qaror qildim. Chista nimaga endi bundoq qarasam, u bundoq, bu bundoq deb tashyapti. Mashinlarni o'zi mashina chiqyapti, tavba qilib. Juda kulgili bo'lyapti. Mana bizlar bilan birga mana Ruslan, вот Abduxoliq aka, to'g'rimi? Shunaqa. И вот Otabek o'tdi. Endi chista hozir qanday moment bo'layotgan tema bo'yicha gaplashamiz. Bitta bola yaqinda gapirib chiqdi. Birinchidan shot yasir ekan dedi. Shot bo'yicha Otabek kechib yaxshisini keltirib berdi. Undan muammo yo'q. Ikkinchi o'chirid Ruslan bizda o'qimagan o'quvchilar ham o'qidim deb turib, nima qiladi? Xuddi shunaqa 2 oy oldin bo'lgan bizda. Misol bizga yozib, "Men shunaqa o'qidim." Yo deganda o'zlariga yozishganimizda men yozmadim, ukam yozdi, akam yozdi, ili qarindoshini to'nga yoradi. Bizda o'qigan o'quvchilarimiz ham 2 oy o'qishlarini agar to'g'ri o'rgana olmasalar, bizga kerak bo'lsa 2 oy, undan tashqari yana 1 yillab qo'ygan o'quvchilarimiz ham albatta bo'lgan. Biz albatta AKFXda har doim rozi bo'lib chiqishga albatta har doim kuch-qudrat bilan harakat qilamiz.